Yaqinda o'tganimizda hali tayyor bo'lmadi. Yoshlar saylgohi. Gap yo'q lekin to'g'risini. Assalomu alaykum, hurmatli kanal kuzatuvchilari, sog'misizlar? Yurtimizni tashlag'ana ko'z deymasin. Yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. Ikki narsani qadrini aytdik, yurtni tinchligi va sog'lik. Ko'rib turganingizdek, yurtimiz tinch. Shunday shunda odamlar kelib, yana Yillaqal'a tumani Bo'ston shahrini aholisi chiqib, shu yerda dam olib o'tiribdi. Maskinlardan ham kelibdi. Zo'rad to'g'risi gap yo'q. Yoshlar saylgohi degenicha boyni. Kursilar qo'yilib, yana diski plashatkalar ishlangan arraqlar hozir video davomida ko'rasiz. Kanaldan uzoqlashmasangiz, hokimiyatni oldindek kanalda shunday ishlangan ena joyib. Ko'p nalar hali bitmayapti. Shuna bir vajdan olmasalar kerak. Men bo'lsam qo'ysalar kerak edi. Odam ko'p, to'g'risi arqa tarafda. Ko'prikning o'rtasına most qurilibdi eni. Mana shunday etib ustidan o'tib qaytish uchun uram mustahkam chiroyli etib quribdilar lekin, to'g'risi. Billarda nelar bayna gelib o'tirib dam olmoqqa. Mostlar. Most shuni etib quriblar. Yerini gündüz günü alış gerek. Gündüz günü acayip olup görünler diyor. Yani bir yan tarafta şöyle ahalileri damalayıp oturup çıkıp. Bir yanda doğumlar var. Bir 3-4 gün elde ötkende biraz işler işlenip durup edi. Gündüz günüden başka olar. İşten dam olmoqqa bo'ladi. O'zgarish yaxshi. Shunday o'tiradiganlar qurilibdi, galib suhbatlashib. Az detski plashatka enalarni ham ko'rsatamiz. Detski plashatkada o'ynab netib turgan ekanlar. Ana shulardan bosh shunday most. Bunday mostlar 3 tane qurilgan. Kanalning ustuna qurilgan. Mustahkam chiroyli etib qurilibdi. Taxtalardan. Kiyinalasanglar dam olish uchun. Gerek doğrusu zo'r etib ishlangan. Saylgoh degenicha bor. Bu yan tarafta detski plashatka. Farzandlarimiz o'ynab turibdi. Orhan tarafdan bor detski plashatka. Shunga o'xshagan. Arqa tarafdan birisi bor ekan. Dahshat qilib berdiydi. Ertangdan xudo xolasa. Yana shunday bros nelar qo'yilgan. Vallahi yaxshimisiz, alaykum assalom. Aranda press uchun yo'q turamiz. Bu yanda torniklar. Bunday nelar ham qo'yibdi. Ajoyib gap bo'lishi mumkin emas endi. Xudo xolasa ertangi kunduz kuni boshqacha video qilamiz. Buni obzorini ko'rsatamiz. Hozir tayyor emas deydi. Bugun ishlanibdi, ertangi ham bemalol ishga tushadi deydi. Shunday
Diyet neleri kurulgan. Acayip gap bo'lsa mumkin emas lekin doğrusu. Bular ham xudo xolasa ertang nelari qo'yilsa kerak bolalar uchish uchun. Zo'r sharoitlar yaratilibdi. Ajoyib. Sağ bo'linglar, salomat bo'linglar. Yurtimizni tinchligini ko'zlaymasin. Yurtdoshlarimiz sog' salomat bo'lsinlar. O'zlaringizni asranglar.